Assalomu alaykum. Efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Xalq deputatlari viloyat kengashining 20-sessiyasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining 20-sessiyasida dastlab kun tartibiga qo'yilgan masalalar yuzasidan mas'ullarning hisobotlari eshitildi. Viloyatimizda ijtimoiy soha va infratuzilma obyektlarining manzilli ro'yxatini shakllantirish, davlat budjetidan ajratilgan pul mablag'larini yo'naltirish tartibi, ekologiya, kommunikatsiya tizimlari, kommunal xo'jalik, ko'kalamzorlashtirish borasidagi ishlar muhokama etildi. Shuningdek, hududda xavfsiz muhitni shakllantirish, jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha Toshkent shahri tajribasi bo'yicha uyushgan jinoyatchilik, narko jinoyatlar, kiber jinoyatlar hamda yashirin iqtisodiyotning oldini olish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan berilgan axborotlarda bugungi kunda ayniqsa kiber jinoyatning soni ortib borayotgani, bu borada muhim vazifalar deputatlar nigohida bo'ldi. Ko'tarilgan masalalar yuzasidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar muhokama etildi. Viloyatimiz mutasaddi rahbarlarining hisobotlarini eshitdik. Bunda qurilish sohasi, viloyatimizdagi qurilish sohasidagi o'zgarishlar yoki ekologiya sohasidagi o'zgarishlar bo'yicha boshqa hisobotlar berildi. Bunda ya'ni viloyatimizda ko'pgina ishlar amalga oshirilgan. Deputatlarimiz har bir mutasaddi rahbarlarga o'zlarining savollari bilan tushunmovchilik yerlarida savol berib javoblarni olishdi. Bundan tashqari Xorazm viloyati oliy ta'lim muassasalari rektorlarining ham hisobotlari tinglandi. O'tgan yilgi olib borilgan ishlar ancha natija berganligi bugungi hisobotlar natijasida ko'rib o'tildi. Berilgan boshqa hisobotlar natijasida oldimizdagi yillarda qilinishi kerak bo'lgan ishlar ham reja qilib olindi. Sessiyada shuningdek Adliya boshqarmasi boshlig'ining hisoboti tinglanib, viloyatda davlat organlari va tashkilotlarining norma ijodkorligi faoliyati hamda huquqni qo'llab-quvvatlash amaliyoti, huquqiy targ'ibot yuzasidan ma'lumotlar berildi. Qolaversa, og'ir hududga kiritilgan tumanlarda aholi yashash sharoitini va infratuzilmani yaxshilash hisobiga namunali tumanga aylantirish rejasi ko'rib chiqildi. Aholi orasida dolzarb masalaga aylangan, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda bino inshootlariga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish holati ko'rib chiqildi. Barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.